Tanadagi ortiqcha suyuqliklar, ya'ni shishlar asosan organizmda tuzlarning miqdori baland bo'lganda kuzatiladi. Bu yana qo'shimcha qon bosimining oshishi, yana qorinda dam bo'lishiga olib keladi. Endi u sharoitida juda ham bitta zo'r usulni o'rgatib qo'yaman. Bu usulni albatta saqlab olib, yaqinlarga tarqatinglar. Chunki bundan juda ham ko'p foyda topasizlar. Oddiy usul. 300 ml suvni bir idishda past olovda qaynatib oling. So'ngra unga 1 osh qoshiq quritilgan petrushka va 1 osh qoshiq zanjabil solib 5 minut past olovda qaynatib olib, so'ngra sitadan o'tkazib, shu damlamani ertalab nahorga 7 kun ichsanglar bo'ldi. Tanadagi ortiqcha suyuqliklar ketadi, buyraklardagi ishchi faoliyat yaxshilanadi, qon bosim tushadi. Hammaga shifo bo'lsin. Albatta bitta like va kommentariyaga fikr yozib qoldinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz bilan doktor Kamilov.